Bog'ibek ota to'yxonasida tashkillashtirilgan bugungi bepul, endi Xorazmcha 50 kalasha qilib aytganimizda mut konsertimiz, lekin zo'r bo'lib o'tadigan konsertimizda tashrif buyurgan aziz yurtdoshlar, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshimi? Bugun nov bayram. Her roza bayramning roza tutgan odamlarning ishida o'tirsizlarmi? Halaman mut bu ana bu konsertni. To'la bilet olib kelganlaringizdan shikolaradu. Kayfiyatlar zo'rmi? Qurban hayit ayyomi bilan hammalaringizni chin qalbimdan, o'zim nomimdan, madaniyat ahli nomidan, san'atkorlar nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugun to'shli bilaman hammani xolodiliginda qo'y go'shti bor. Qo'y go'shti, açtık qo'y go'shti ustiga kirib ketadi, ha? Chunki Qurban hayitda qo'y so'yladi, mol so'yladi. Kayfiyatlar zo'r bo'lsin. Bugun hammaning kayfiyati yaxshi. Chunki mana shu bizni 50 kalamizni, bizni Saribiyimizni faxrli farzandlari, aka-uka kirimlari konsert dasturi bo'ladi bugun, xudo xolasa. Yana kimlar? Bo'la Behzodbek Ismoilov hamda Behzodbek Abdullayev hamda kim? Alibek Abdullayev. Aynan sizlardan to'shli topdingizlar. Bilmaysizlarmaganlar turadi. Bilasizlar, ko'rdi. Mendan ham ko'p ko'rgansizlar. Chunki bu insonlar ko'rsat yurak kisasidan pula, yana boshqa artistlar ham gaplashib turadi. Kimlar anglar? Kimlar? Aytaymi, aytmaymi? Oxiridan yig'iladi. Aytaymi? Yo, Zarina ham bor. Zarinadan tashqari bugun hali sizlarning xabarlariniz bormi? Yo'qmi ko'dan? Toshkentdan ham artist keldi. Kimdan? Hozir aytsam qarsak chalib ham yiqilib ketamiz, to'yxonani yiqitib o'tamiz mana. Aytaveraymi? Demak, bugun Saribiyni konsertlar bilan tabriklab, mana shu Qurban hayitlar bilan tabriklab, O'zbek estradasi yorqin vakili Ulug'bek Rahmatullayev, Shohrux Munisa ellik kalada Saribiyda konsert bo'ladi dedi. Aytdim, dur Saribiyda ne gapsiz ekan? Nechki vajda bor ekan, nechki bo'ladi ekan? Men tarafni xalqini shabiya qilsak ekan. Men bir narsani o'qib qoldim. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, ikki qo'ldan chiqadan qarsak, endi bizda Saribiyda chapak deyilagan qarsak, chapak. Eminda shu Saribiyda paydo bo'lgan ekanda. Men bilan do'stlarim Toshkentdan ham jo'ralarim keldi. Bir qarsak zo'r bo'lib turmasa bo'lmaydi. Xabar yo'q. Bu konsertni tashkillashtirishni o'zi bo'lmadi. Shu fursatdan foydalanib 50 kala tuman hokimimizga bir chiroyli qarsaklar bilan minnatdorchilik bildirib qo'yamiz. Hokim buva rahmat. Salomat bo'ling. Qolaversa mana tinchligimizni ta'minlab turgan Ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga qarsaklar bo'ldi. Milliy gvardiya xodimlariga alohida rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsinlar. Har yillari bayram bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin. Demak, yana bir bora barchalaringizni mana shu Bog'ibek ota to'yxonasini Letni pavilyonida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Qarsak chalgan qo'llaringiz ham dard ko'rmasin. Demak, sizlarni uzoq kuttirmasdan konsert dasturimizni boshlaymiz. Endi hali sizlarning xabarlariniz bormi yo'qmi ko'dan bugun 1 minut eshitayli. Ilohim amin. Shu men so'zlab turgan vaqtimda mendan boshqa kim so'zlasa uyini tarakan bosgan. Azab eshitinglar, eshiting.
İşte oynab günah, bir bayram ku, bayramı bayram diye oturuş gerek. Bu gap sözünü, gıybetini kiyinem kula verasına çık. Sen işe çakıyı bezet oturursun ha? Hey bu buz mesmi? Mamam derinle. Hey üke, birege. Adın kim? Adın kim? Ekrem Bey. İsmin ne? Ekrem Bey. Как тебя зовут? Ekrem Bey. What is your name? Ekrem Bey. Hançes? Açım. Ekrem Bey. Öyle yaxşı mı da sen yem ikram bekleyin. Beraber bana. Bana pazar keperecekte boyalım şimdi. Sen anını kaçırdığında kolumdayım aracını çekelim bomba. Demek kadınlı yurttaşlar, hemen yakınlı keyfiyet. Bayramlar mübarek olsun. Sizler yaxşı mısınlar? Karsekli gelişme olamız, karsekli. Aysa mikrofonu sar, bastırın. Karsekli gelişme olamız, karsekli. Karan, endi her sabah sahneye çıkıp karsek çalıveringli Tumas değişem sen ne udoluk merak etken. Şunu çıkamandan 10 kolumu şunu götüremem. Hemmemiz şarp karsek olamız, bula mı? 1, 2, 3. Yok, stop! Stop. Şimdi 10 kolunu götürdüm, şart, oldu tamam, idara inledi. Repetisya, 1, 2, 3. Oldu. 1, 2, 3. Oldu. 1, 2, 3. Oldu. Tamam, idara inledi. Şimdi kolum şimdi derpet paramen. Derpet paramen, sonra çozu paramızdan karşıya şak 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 koy gider. 1, 2, 3, 4. Ana indi kolumu indi düşürüveremem, şu vaktinde karşıya kopturadık o. Repetisya paralı kanı ver, ha. Repetisya, o. Stop. Stop. Şimdi kolumu düşürüveremem. Şimdi kolumu düşürüveremem. Hemmemiz aman da bakıramız. Bola mı? Bola mı? 1, 2, 3. Rahmet. Karsek çalışandan çıkmazsın. Şimdi yetki oldu karsek çalışanıza buldu. Alem Gülistan. 50 kala sarı bir başımız mı? Yeşilmedi. Başımız mı? Yeşilmedi. Evet, demek kadını dostlar, aziz yurttaşlarımızı uzak tutturmazdan bugünkü konser dasturumuzga start beramiz. Sahnamiz markaziga siz sevgan, siz kutgan ijodkor mana shu 50 qalamizni, sari biyimizni, san'atini O'zbekistonning sahnalarida kuylab kelayotgan ajoyib ijodkor qarsanglaringiz bilan taklif qilamiz. Behzodbek Abdullayev. Marhamat. Behzod Abdullayev. Behzod Abdullayev. Assalomu alaykum. Qani boshladik. Kayfiyatlar zo'rmi? Eshitmay turibdi. Qani ket kunlarni edi. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlarimiz, hammangizni bugungi Hayit Qurbon hayit ayyom bilan tabriklaymiz, muborakbod qilamiz. Endi ashula bir gapni aytib o'tishim kerak. Bugun bu konsertimiz 2 soat qolganda obkaz bo'ldi bu konsert. Bugun aslında shu to'yxona oldinda yo'lda bo'lishi kerak edi. Lekin tuman hokimimiz shu konsertga aynan o'zi boshchilik etib turib, o'zi ruxsat berdi. Rahmat aytamiz tuman hokimimizga. Qolaversa, zamonimiz va Aybek akamiz o'zidan shunday kelib boshchilik etib turibdi. Tuman hokimimizni o'zi topshiriq berdi Aybek akamizga, o'zing borib boshchilik etasan dedi. Shu xalqni ma'naviy, madaniy xorda qilish uchun dedi. O'zing boshchilik etib turasan dedi. Shu hokimimiz uchun bir qarsaklar bo'lsin endi. Shu konsertimizga ruxsat bergani uchun hammangizni yaxshi ko'ramiz, hammangizni hurmat qilamiz. Endi xudo xolasa bugun yana endi bayram
mazza qilib dam olsa, ko'ngil ko'tarsa, bizlar sana xizmatingizdamiz. Guruhimiz bilan birga aytayna. Et o'tliknasini ichki xodimlar ham shu yerda xudo xolosa. Bog'ning ustidagi yigitlar ham shu yerda, bog'i bekatlar to'yxonasining ichki xodimlari ham shu yerda. Bizlar sizlar uchun xizmatdamiz. Guruhimiz yigitlari bilan birgalikda. Marhamat, davom qilamiz. Sizlar uchun qo'shiq kuylaymiz. Sayarım ışıkla Canımın nazım şansıyım tamam ışıkla Yaklarımda sayarım ışıkla Canımın nazım şan sevgim tamam ışıkla Bana sana izinle sarsam yaşın gerek Akıl bulsan zinde uyanmaz anamelek Bana sana izinle sarsam Şirin erkek ay kızım, ay kızım, ay kızım Anam kızım, can kızım Gülüşüne ben feda, cennet kızım, ay kızım Güzel kuduzum, kara kızım, can kızım Ay kızım, ay kızım Şirin erkek ay kızım, ay kızım, ay kızım Anam kızım, can kızım Gülüşüne ben feda, cennet kızım, ay kızım Güzel kuduzum, kara kızım, can kızım Sevdim kızlar sarısı
Aziz muxlislar, mana shu yerda bir narsani aytib o'tishga odamman chiqarib ketdi hozir shu yerda. Bizning Sarabin o'g'lonlari yigitlari bor, mana stilist yigitlarim, Zafarbek stilist bilan Jamshidbek stilist yigitlarimizdan bir qarsaklar bo'lsin. Asha monitorda shu reklamasi bo'lib turadi o'xshidi. Ha. Qo'yib beringlar. Bizning xonimiz bo'ladi bular ham. Qisqalara qo'shilib konsertda hali oxirinda aytiladi hammasi. Jamshidbek ham shu deyna, Zafarbek ham shuda bo'lishi kerak. Hali Zafarbekga ko'zim tushmadi. Shogirdlari bor ekan lekin. Yana bir qarsaklar bo'lsin. Stilist yigitlarimizga. Rahmat. Yana davom qilamiz, o'ynab turamiz birgalikda. Kayfiyat ko'taramiz. Uchun premyera qilamiz shu yerda. Marhamat, qarsaklardan kutib olamiz. Yuzlarimda hali bormi? Sanlarimda bormi? Yuzlarimda yari bormi? Yari bormi? Yuzlarimda hali bormi? Ana sarabin bo'shashimiz. Ana qo'laringdan yaqamiz. Ana shuna. Seni oylab kalmadı aram, canım aram, kalmadı aram. Sana bir danam, yüreğimde özün sen yegan. Rahmat. Endi shunday hamma opalarimiz, akalarimiz, ukalarimiz, yoshlarimiz telefon boqamaysa, to'g'rimi? Hamma spichkasini yoqsin. Sizlar uchun chiroyli qo'shiqlar bo'ladi. Iloji bormi? Hamma spichkasini yoqsin. Bu qo'shiqni birgalikda aytamiz, bo'ladimi? Qani davom etamiz esa, davom etamiz. Kanı git, gözlerime görünme, yüreğimde töründe, cay yok sana var git. Var git, gözlerime görünme, yüreğimde töründe, cay yok sana var git. Hali bir gün gelir de geç, dinlamadan gaplerimni hech. İçimde kalır aytan sözlerim, vaqt arkada qaytmas bo'ldi kech. Hali bir gün gelir. Endi bu qo'shiqimizni hamma biladi, xudo xolasa. Birgalikda ijro qilamizmi? Her nefeste sen isterim, yandı canım tenim. Ben seni isterim, sen de canım senim. Sen isterim, yandı canım tenim. Ben ne kadar sen isterim. Sen de canım senim. Devam edemem adına. Sen de. Aşkıma basa basa koymacan leplerine. Her nefeste seni isterim, canlı canlı terim. Ben ne kadar seni isterim, sen de canım.
sevsem seninle canımı feda. Hamma biladi. Shuning uchun yana xonaliklar yaqin ham zo'r bo'ladi. Hamma yaqsin, afsuski ishlar. Hamma yaqsin xonaliklar, qo'matdim. Hamma yaqsin xonaliklarni. Yaqsin. Qani ketdik, davom etamiz. Hamma bilamaganmi qo'shiqni? Birga aytamizmi endi? Aytamizmi? Ovozdan chiqmaydi. Yazdı yakınmı yakışma? Ama bakışma. Gelme sen dönüş ara. Sen bana yerin bakışla. Şarkılar gözüme göre Ağlamın aldı bakışlar Kalbime sen dur çare Sen bana bir bakışma Aşarım senin bana Kılama yüreğim bana Sana yetişe taparman çare Taparman çare Aşarım senin bana Kılmadım her yüreğim bana Bana yetişe taparsan çare Yolda yakın mı yakışma Ağlamın aldı bakışlar Kalbime sen dur çare Sen bana bir Zarine Yakasan güvenimde Yolda yakın mı yakışma Ağlamın aldı bakışlar Kalbime sen dur çare Sen bana bir bakışma Bir kalsanga bo'lsa, sarbiychasini. Topamiz shara xudo xolasa. Tanidingizmi? Kim? Kattiroq. Kattiroq aytmasana qo'shqatni ketib qoladi. Endi o'zingiz davom qidirasiz.
Gördüğünüz bizden elatdan sizi köp muxlislarınız bayna. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan shunday yaxshi kunda ko'rishtirganim juda ham xursandman. Shunday kunlarda ko'rishtirish barchamizga nasib qilsin. Ulug' sahnalardan ham barcha bilan ko'rishtirish nasib qilsin. Bayramlar ichida o'tib ketgan chin ko'ngildan tabriklayman. Hayit ayyomlari bugun bayram, qo'shalak bayram. Hayit ayyomlari bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa endi qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Endi yangi qo'shiqlarimizdan, shosha qo'shiqlarimizdan. Uzun daram daram saçlarım, yıkır yıkır oynatamam kaşlarım. Yüzün güzel seni yolladım, aklımı hiç yüzündeki yaşlarım. Yüzün güzel seni yolladım, aklımı hiç yüzündeki yaşlarım. Uzun daram daram saçlarım. Hey,